Agar sizni ham yosh bolangiz oxirgi payt ko'p yig'layotgan bo'lsa, injiqlanib, tez isterika qilayotgan bo'lsa, vaqtinchalik uni ratsionidan quyidagi mahsulotlarni kamaytiring. Videoni boshlashimdan oldin bu videoni yosh bolasi bor ayollarga jo'natib qo'ying. Men ma'lumotni berishda davom ettiraman. Birinchisi bu shakar va shakarli mahsulotlar. Ular bergan energiyasi juda ham tez tugaydi. Miya yana o'sha dopaminni talab qiladi, natijada bola yana asabiylashadi. Ikkinchisi bu unli mahsulotlar, tez uglevod mahsulotlari. Qondagi qand miqdori tez ko'tarilib va tez tushib, kayfiyat o'zgaradi. Bola tez charchab, injiq bo'lib qoladi. Ba'zi muammolar tarbiyada emas, balki noto'g'ri ovqatlantirishda bo'ladi. Shu sababli o'zingiz ham, farzandingiz ham yeyotgan mahsulotga e'tibor bo'ling. Chunki siz nima yeb, qanday ovqatlansangiz, bola ham shuni takrorlaydi. Agar ma'lumot yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, shunaqa dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizning kanalga obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmang.